Norvegiyadagi Uyg'ur Yar fondi turg'izgan tutqundagi ziyolilar tizimligida 9 birinchi o'rta maktabning ilmiy mudiri, adabiy tarjimon Ahmad Jumaning nomi 70-qatorda o'rin olgan. Muxbirimizning 1 yilga yaqin so'zilgan aniqlashlari davomida Ahmadjon Jumaning 2 yil tarbiyalashda yotgandan keyin 14 yillik kesilganligi dalillandi. Ahmadjon Juma radiomiz Uyg'ur bo'limining muavin direktori Mehmetjon Jumaning inisidir. Uyg'ur Yar fondining tutilgan ziyolilar tizimligida 9 o'rta maktabning mudiri Ablajon Mehmet, ilmiy mudiri Ahmadjon Juma, jug'rofiya o'qituvchisi Sajidagul Ayub va tantarbiya o'qituvchisi Abdukim Do'xti qatorliqlarning ismlari o'rin olgan. Ma'lum bo'lishicha, Ahmadjon Juma adabiy tarjima, ma'arif tadqiqoti sohasida kasbdoshlar orasida alohida ko'zga ko'ringan ekan. Onun Men va dunyo, Men va tarix, Men va jamiyat qatorliq yurishlik o'rta maktab o'qishliklari oldingi yili Istanbulda nashr qilingan. Amerika Kengash palatasining Cumhuriyetçiler partiyasidan bo'lgan Kengash palata a'zosi Totyong Xitoyning Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilganligi sababli 2022 yildagi Beijing qishliq olimpikni diplomatik boykot qilishni qo'llaydiganligini bildirgan. Totyongning aytishicha, Uyg'urlarni o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsandichiligi uningga o'xshash hukumat amaldorlarining Beijing olimpik musobaqasiga qatnashmasligini talab qiladi ekan. Totyong bu so'zlarni 29 aprel Washington pochtasi gazetiga qilgan. Washington pochtasi gazetining bildirishicha, Totyong bu bizning Uyg'ur musulmonlarini majburiy emgakka soladigan qulluq sharoitini qat'iy qabul qilmaydiganligimiz, yergindiganligimiz va ayblaydiganligimizning signali. Biz ular ishtirok qilayotgan o'ldirish va majburiy bola tushirishni ayblaymiz degan. Totyong bu so'zlarni g'arb ellarida Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishi sababli Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilmaslik munozarasi qo'zg'algan, biroq Amerika hukumati o'zining bu jihatda texi oxirgi bir qarorga kelmaganligini e'lon qilgan mezgilda qilgan. Otuz kishining o'lishini keltirib chiqargan to'qinishdan keyin Qirg'iziston bilan Tojikiston chegarasida urush to'xtatish e'lon qilindi. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi talash-tortishdagi chegara rayonida to'qinish yuz bergandan keyin Qirg'izistonning Botken shahrida o'tkazilgan yig'indan urush to'xtatish qarori chiqdi. Urush to'xtatish qarori Qirg'iziston davlatlik bexatarlik davlat komitetining raisi Kamchibek Tashiyev va Tojikiston davlat bexatarlik davlat komitetining raisi Saymomin Yatimovning Qirg'izistonning Botken shahrida o'tkazilgan yig'inda chiqarildi. Yana bir tarafdan Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari telefonda ko'rishdi. Ikki rahbar mayning keyingi yerimida Tojikistonning poytaxti Dushanbe shahrida ko'rishishga qo'shildi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Chavushoğlu Tojikiston va Qirg'iziston tashqi ishlar ministrlari bilan ayrim-ayrim ko'rishib, masalani tinch usulda hal qilishni umid qiladiganligini bildirdi. İtaliya telegraf şirketi Huawei şirketini 5 qurilishiga qatnashtirish haqidagi to'xtamni bekor qilishni planlayotganligini oshkorlagan. İtaliya telegraf şirketi Huawei'ga maktub avatib, ikki taraf imzolagan to'xtamni bekor qilish niyatini uqtirib bo'lgan. İtaliya telegraf şirketi dastlabda Huawei va Ericsson şirketi bilan to'xtam imzolashni planlagan bo'lib, keyin Nokia'ni qo'shgan. Agar to'xtam rasmiy bekor qilinsa, Ericsson bilan Nokia qurilishga teng mas'ul bo'ladi ekan. İtaliya telegraf şirketining planiga asosan Huawei'ning Italiyadagi 5 to'rining yadroliq aslahalarining qurilishiga qatnashish salohiyati amaldan qoldirilgan bo'lib, Huawei bulturlar xaridor chaqirishga taklif qilinmagan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Italiya telegraf şirketi Huawei'ning Yavropadagi eng chong xaridorlarining biri bo'lib, bu to'xtamni qo'ldan berib qo'yish Huawei uchun og'ir zarba hisoblanadi ekan. Xitoyda nachar havo rayi jamaldi. Soatlik surati 160 kilometrga yetgan shiddatlik bo'ronda 11 odam o'ldi. BBC'ning xabar qilishicha, Changjiang daryosi qirg'og'idagi Nantong shahriga ta'sir qilgan bo'ronda 11 odam hayotidan ayrilgan, 102 odam yaralangan. Qazo qilganlarning shamolda daraxt va elektr stolblariga urilib, daryoga tushib ketganligi ma'lum. Şunun bilan birga bo'ronda cho'kib ketgan bir kemadagi 11 odamdan 2si qutqizib olingan bo'lib, qolgan 9 kishi g'oyib bo'lgan. Hukumat shaharning ko'p qismini tok bilan ta'minlay olmagan.
İgilənişə, Şanxayның şimalىغا 100 kilometr keladigan Nantongның nüfusu təxminən 8 million ekan.